Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli kun, salomatmisizlar? Nilufar Hamidovani odamlari menga telefon qilib ozgina tahdid qilishyapti. Sizlarga qo'yib beraman shu zapisni, oxirigacha ko'ringlar. Bu videoni imkon darajasida tarqatib, like bosib, o'zlaringning fikrlaringni qoldirib, meni podдержка qilasizlar degan umiddaman. Hammaga katta rahmat, davomini eshitinglar. Hormanglar, qalay ishlar, sog'lik yaxshimi? Rahmat, assalomu alaykum. Kim edi bu? Men Nilufar tanishiman. Nilufar Nilufar Hamidovanimi? Hamidova, to'ppa-to'g'ri. Xo'p. Ya'ni istoriyaga bir narsa qo'ygan ekansan, yozyapsan zapis qilib, Xo'p. reklama olib bering deb chaqiribsan. Aha. Gap so'zlarni yozyapsan, 2000 desa, nima u tilladanmi, nimadanmi, narxing shunaqami, unaqa gaplar kerakmi, kerak emasmi? Nimaga unaqa gaplar yozish shartmi? Yo, aka. Yozib olib, ayol kishini Yo, birinchidan aka men ayol kishini yozganim yo'q. Ikkinchidan bu o'zini admini bilan bog'landim. Admini bilan bog'landim. Men shunaqa $2000 dedi. Uka dedim, $2000 ozgina qimmat dedim. Aka kami yo'q, короче, $2000 dedi. Ha, xo'p, bekka chaqirsam, kelsa, qaytini ochib nima hunar ko'rsatib beradi? Qaytini ochib beradi degan ma'noda gapirdim. Men internetga qo'ymadida qo'ydim. Menga so'kinganligi uchun qo'ydim. Yo'q, birinchidan aqling yetsa chaqirgin, aqling yetsa. Xo'p. Aqling yetmasa nima qilasan chaqirib? Hozir sen nima 2 so'mga chaqiryapti deymi? 2000 ta yo'qmadi sen. Aka 2000 ga ham 2500 ga ham aqlim ham yetadi, kuchim ham yetadi. Ha, nimaga unda chaqirding? Kerak emas bo'lsa. Ay, men просто shunchaki internetga chaqirib ko'rdim. Meni ishim shu. Короче, blogerman men. Shunaqa internetga to'ylarga san'at blogersan, o'sha Nilufar Hamidovani chaqiryapsan. Xo'p. Qani mo'ljalingda 200 so'm bo'lganmi shunda? Yo'qmabdi. Qanaqa 200 so'm bo'ladi aka? Men to'g'ri ma'noda, to'g'ri ma'noda men shunchaki kontent olaman degan ma'noda. $2000 desa nima, ochib beradimi deyish kerakmi? Ayol kishini shunaqa behurmat qilish shartmi? Aka nima maqsad, nima maqsad? Maqsadni olib tashlagan uni. Qanday olib tashlayman? Olmayman aka. Qanday qo'ygan bo'lsang, shunda olib tashlagan. Olmayman aka. Nima qilasiz? Nima qilasiz? Ko'p narsa qilaman. Ko'rishganda ko'rasan, ko'p narsa qilaman. Mazang qochadi. Mazam aka, meni Allohdan boshqa mazam hech kim qochmaydi. Blogerlikni ham eshitmani. Blogerlikni ham yig'ishtirib olasan, boshqalarni yig'ishtirib olasan, qisib yurasan keyin. Bo'ldi. Qo'llikcha olib tasha kechgacha. Olmayman aka, qo'lingizdan kelganini qiling, короче. Men senga kechgacha vaqt beraman. Agar kechgacha olmasang, sen bilan o'zim topib olaman seni. Bo'ldi. Topib olib, ana o'sha yerda keyin men seni syomka qilaman. O'sha yerda men seni syomka qilaman. Bo'ldi, gap so'z. 2 so'mlik syomka qilaman, 2 so'mlik. Tushundingmi? Bo'ldi, qani ko'raylik-chi, qo'lingiz. Ha, bo'ldi. Men kechgacha vaqt beraman, lekin seni shunda topib olaman. Bo'ldi, gap so'z. Gap so'z. Men seni ogohlantirdim. Qo'lingizdan kelganini qiling, bratim. Bo'ldi, o'yla, kechgacha vaqting bor. Sog' bo'ling. Hop.